İchki uyqu arteriya sindromida yana bir ko'rinish ichki karotit arteriya shoxlari havzasida gipoperfuziya tufayli qarama-qarshi tomonda gemigipesteziya yuzaga keladi. Bunda o'rta va oldingi arteriyalar patologiyasi kuzatilganda va tarmoqlanish yo'lidan, ya'ni joyidan proksimal stenoz tufayli ichki karotit arteriyaga qon oqimining dinamik buzilishi bo'lganda, ya'ni ko'z arteriyasi, arteriya oftalmikus o'zini namoyon qiladi. Ichki uyqu arteriyada bo'linish joyi ko'z arteriyasi va yuqorida aytib o'tgan arteriya oftalmikus proksimal tomonda stenozga bog'liq dinamik ko'z oqimining buzilishi kuzatiladi. Buni biz Petzl sindromi ham deb ataymiz. Bunda tomir inqirozi ro'y bergan bo'ladi. Ko'rinishida bu nemis olimi Petzl tomonidan aniqlangan. Bu gemodinamik buzilish tomonida qisqa muddatli ko'rish buzilishi, buni amavrozis fugas deb aytamiz yoki bo'lmasam o'tkinchi mononuklear ko'rlik deb ham nomlangan va tananing qarama-qarshi tomonida paresteziya hamda epizodik a'zolar zaifligiga olib keladi. Ushbu ikkala sindrom alternlashtirilgan, ya'ni alterniruющий sindrom deb ataladi. E'tiboringiz uchun rahmat.